Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyamizde başlayımız. Yakından beri Tayvan ve Tibet'ki münasebetlik vaziyette az tolu özgürlüş bulawatydy. Biz bu toğrda leksiya sözlerimiz matbuat torbetlerde ilan kılıngan haberler boyunca. Şundaqlı öz göz qarashımızda qoyup bitimiz. Men muşu meselelerini muhim dep üzem şahsen şundaq oyladım. Şoňa vatandaşlarımdan bu meselelerime ortak köňül bölüşini, dikkat kılışını ümit kılman. Bugün sözleydiğimiz leksiyamızdan birincisi Seyminşen. Amerika əməldarları Tayvan Cungu'nun bir kısmı dep itiraf kılmadık dedi mavzulu haber. 9. ayının 15. günü Amerika avazının Xitay tili programması ilan kılın haber. Mındak başlan. Washington. Del hazır Amerika'da Tayvan Birleşken Devletler Teşkilatı'na kiriş hareketini ilgiri sürüp atkan Tayvan'ın sabiq devlet müdafiə ministeri Seyminşen haftanın 2. günü Washington'da mındak görsetdi. Amerika Qoşmuş Ştatları Devlet Mahkemesi'nin əməldarları ötken yılı 9. ayda degende Reis Xi Jinping Amerika'nı ziyaret kılıp atkan vakitler bolsa gerek. 9. ayda maňa mındak degen edi. Amerika Qoşmuş Ştatları hükümeti 1979 yıldan ta ki hazırgacha Tayvan Cungu'nun bir kısmı dep asla itiraf kılgan emas. Dikkat, hürmetli vatandaşım. Seyminşen nime deydi? 9. ayda Amerika əməldarları maňa mındak degen edi. Amerika Qoşmuş Ştatları hükümeti 1979 yıldan ta ki hazırgacha Tayvan Cungu'nun bir kısmı dep asla itiraf kılgan emas. Tayvan Cungu'nun bir kısmı buluşqa Amerika qoşulmaydı. Tayvan Cungu'nun bir kısmı deyişini Amerika itiraf kılmaydı. Demek Tayvan Cungu'nun bir kısmı buluşqa Amerika qoşulmaydı. Tayvan Cungu'nun bir kısmı deyişini Amerika itiraf kılmaydı. Faqatla siyasi reallik aşkara jakarlaşqa tosqulluq kılıwatydy halas. Faqatla siyasi reallik aşkara jakarlaşqa tosqulluq kılıwatydy halas. Çin Şibiyan hükümeti devrinde Tayvan'da devlet müdafiə ministeri bolgan növbetde Tayvan'ın Birleşken Devletler Teşkilatı'na aza bulup girişini ilgiri sürüş komitetinin komitet başlığı bolgan Seyminşen Washington'daki ziyaretini ahırlaştırıştın burun muhbirlarını kütüp elişiğini da yok qarqadak görsetdi. Seyminşen mındak görsetdi. Bir neçe gündün beri bir qancha nafar Devlet Meclisi azaları bilen görüştüm. Amerika Qoşmuş Ştatları Devlet Meclisi'nin azaları bilen görüştüm. Muhim tarqatqan uçurumuz şu boldy ki, yani Devlet Meclisi azalarına tarqatqan uçurumuz şu boldy ki, mutlaq köp sandıki Tayvan halkı, Tayvanlikler Tayvan namıda Birleşken Devletler Teşkilatı'na aza bulup görüşni arzu kılıdı. Mutlaq köp sandıki Tayvanlikler Tayvan namıda Birleşken Devletler Teşkilatı'na aza bulup görüşni arzu kılıdı. Amerika Qoşmuş Ştatları Devlet Meclisi'nin bayanat ilan kılışı, kanun turguzuş, kanun layihə maqullayış şekli arkalık Tayvan'ın Birleşken Devletler Teşkilatı katnışı ve Birleşken Devletler Teşkilatı'nın məxsus organları katnışını qollışını ümit kılımız. O yanımında görsetdi. Gerçi Tayvan'da halk rayı 80%'in Tayvanlikten Tayvan'ın Birleşken 84% Tayvanlikten Tayvan'ın Birleşken Devletler Teşkilatı girişini qollысы mı? Biroq Tsai Ing-wen hükümeti, yeni saylangan prezident Tsai Ing-wen hükümeti halkara siyasi reallik ve Tayvan Cungu iki qırgaq münasebeti amillerini oylaşıp başqaça fikirde bolawatydy. Demek hakimiyet peşideki real siyasi vakalarını real bir taraf kılış kaldıraydı degen gep. Bu qatımkı ziyaret davamında Prezident Obama hükümeti əməldarları bilen görüşken mi yok Seyminşen efendi? Seyminşen bu taraftan orunlaştırış bolmadı, yoki uqtırış bolmadı dep görsetdi.
O yana mundaq ko'rsatdi. O'tgan yili mushu vaqtda Washingtonda Tayvandan Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga kirish tashabbusini o'xshashda Washingtondan ayrilish oldida uqtirish topshirib elib, Amerika Qo'shma Shtatlari Osiyo Tinch okean ishlariga mas'ul amaldori bilan, ya'ni Randy Shriver apandi bilan ko'rishgan edik. O mundaq ko'rsatdi, Saymingshan mundaq ko'rsatdi. Amerika amaldorlari ko'rishish jarayonida menga mundaq dedi. Amerikaning bir jungo siyosati bilan Jungoning bir jungo siyosatida o'xshashlik taraflari bor va o'xshamaydigan taraflari bor. Demak, Jungoning bir jungo siyosati nima? Amerika Qo'shma Shtatlarining bir jungo siyosati nima? O'xshaydigan taraflari bor va o'xshamaydigan taraflari bor dedi. Saymingshan mundaq ko'rsatdi. O'xshash tarafi shuki, Amerika hukumati Junxo Xalq Jamhuriyati hukumatini bir jungoga vakillik qiladi. Birdan-bir jungo. Biz ham Junxo Xalq Jamhuriyatining jungoga vakillik qilishiga qarshi turmaymiz deydi. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati. Ikkinchi nuqta shuki, Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati 1979-yili Tayvan bilan diplomatik munosabatni uzgandan keyin hozirgacha Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati Tayvan bilan bo'lgan diplomatik munosabatni uzgandan keyin hozirgacha Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati Jungoning Tayvan Jungoning bir qismi degan so'zlariga qo'shilmay keldi. Demak, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kirishni qo'llash, Jungoning Tayvanning chiqib ketishini qo'llashdan tortib hozirgacha bo'lgan oraliqda Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati Tayvan Jungoning bir qismi degan so'zlarga qo'shilmay keldi va Jungoning bu so'zlarini e'tirof qilmadi dedi. Saymingshan mundaq ko'rsatdi. Tayvanning Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga kirishni ilgari surish komiteti 9-oyning 6-kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kotibi Ban Ki-munga yozgan xatida mundaq ko'rsatdi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining nizomnomasida aniq belgilangan umumyuzlik qatnashish va millatlarning o'z taqdirini o'zi belgilash prinsiplariga asoslanib, Tayvan xalqining Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo bo'lib kirish huquqi bor. Uningdan boshqa, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining umumiy yig'inida 1971-yili ma'qullangan 2758-nomerli qarorida faqat Junxo Xalq Jamhuriyatining vakili, Jungoning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishli qonuniy vakilidir deb e'tirof qilingan. Faqat Junxo Xalq Respublikasining vakili, Jungoning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishli vakili deb e'tirof qilingan. Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Jungoga Tayvandagi 23 million xalqqa vakillik qilish huquqi berilmagan. Demak, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti shu vaqtda Jungoning Tayvandagi 23 million xalqqa vakil bo'lish huquqi berilmagan. Shundaqla Tayvan Jungoning bir qismi deb tilga ilinmagan. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining shu qarorida yuqoriqidek mazmun bor edi. Saymingshan apandi yetakchiligi Tayvanning Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo bo'lib kirishni targ'ib qilguvchi 20 dan ortiq Tayvanning Tayvanning vakillari Washingtonda ziyorat mazgilida Amerika Davlat Majlisining a'zolaridan Rosalind xonim, Forbes, Aurora Baker apandi hamda Chabot apandilar bilan Osiyo Tinch okean ishlarining sobiq yordamchi davlat ishlar kotibi Randy Shriver apandi bilan ko'rishdi. 20 nafar apandi, 20 nafar amaldor bilan ko'rishdi. Bu kishilarga Tayvanning Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo bo'lish kirib kirish sadosini yetkazgandan boshqa o'xshashlar Amerikaning bir jungo siyosatini tekshirishni murojaat qildi. Bu 20 nafar kishi yuqori Amerika Davlat Majlisi a'zolari bilan ko'rishganda Tayvanning Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga kirishdan iborat orzusini yetkazgandan boshqa Amerika Qo'shma Shtatlarining bir jungo siyosatini tekshirishini murojaat qildi. Amerikaning bir jungo siyosati 1949-yillarda allaqachon vaqt o'tgan siyosatdir. Saymingshan deydi, Amerika Qo'shma Shtatlarining bir jungo siyosati 1949-yilida allaqachon vaqti o'tgan siyosatdir. Namuvofiq va adil bo'lmagan yetakchilik xarakterga ega Tayvan siyosatidir.
şu vaqtımı namuvaffiq ve yetekçilik karakteri iyi olmagan Tayvan siyaseti idi deydi Sayın Şahin Efendi.